Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Halife Osman ibn Affan raziyallahu anhuni muhasir gelip kurşu algan kişilerdeki şartları. Bu şartlarni Hazreti Osman'daki rad qilish haqidagi mazmunni bugun so'yitda bizga sunmoqchi. İmam Ahmad Mughayrattin Shu'ba raziyallahu anhu rivoyat qilgan bir so'zda bu adam hem de Osman raziyallahu anhu'niki qishiq kiribdi-da. Shu holatda Osman raziyallahu anhu tarafdan muhasirga qo'rsh olgan ekanda. Bu adam gap qilib, sen umum musulmonlarniki bir xalifasi, sana ko'rayotgandek shu bir musibat, balo, afat yetib keldi. Men sana 3 talabni o'ttirib qo'yay, shu 3 talabniki birini o'zing sen tanlag'in deb fikr beribdi-da. Birinchi talab, sen chiqib ular bilan urush qilgin. Chunki seninki sana yardım berdigan bir Medine'de qo'shinlar bor, askarlar bor, qurol yaroqlar bor. Uning ustiga sen haq ustida, ular botil ustida. Ularning qilayotgani o xato, sening haq. Shunda bo'lganki sen cho'qim urush qilgin dedi. İkinci fikir hamda hozir seni qo'rshib olgan eshikniki udildan oqish ichiblam. Sen shu ulug'onga tuganga menib sen Makka ketgan. Mekke'de bo'lsa seni ular hech qanday o'ltirmaydi deb ikkinchi fikrni berdi. Uchinchi fikr bo'lsa, sen Shamga ketgan. Hamda Muaviya Shamniki valisi ular seni cho'qim qo'g'daydi degan bu fikrni bergandan keyin Osman raziyallohu anhu bunga javob berib, meniki hamda u chiqib urush qilishim bu toza to'g'ri emas. Men Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki ummat ichida tunji qatim qon to'kkan bir xalif bo'lishni men xohlamayman. Ammo Makkaga chiqishni talab fikrini berdim. Payg'ambar alayhisolatu vasallam mundaq deydi: Qurayshlardan bir odam Makkada Alloh osiylik qiladi. Bu odamga shu dunyodagi butun azobniki yerim bo'ladi degan. Men bu kishi bo'lmayman. Xudoga osiy qon to'kadigan osiy gunohkor odam bo'lmayman dedi. Ama Şam'a ketiş meselesi kelsak, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki hicret diyarı bo'lgan Medine'den ve Resulullah'ның qo'shindarchiligidan ayrilib bu yurtni tashlab ketmayman deb bu uchli talabni chiroyli rad qilib o'tdi bu yerda. Hazreti Osmonniki hamda bir iddaolik Parvardigorimniki huzurida men 10 xil bir yaxshi amalimni saqlab qo'ydim deb bu hamda bir vasil xarakterlik bir amal. İbn Sakir rahmetullahi aleyh Ebi Sevrul Fahmeydin rivayet qilib, men Osman raziyallohu anhu muhasir qilingan vaqtida qishiq kirgandim. Kirsam bu odam mundaq dedi. Men Allohning huzurida 10 xislatni yoki 10 amalni men saqlab yo'shirib qo'ydim. Birinchisi, men islomda musulmon bo'lgan 4-odamman. Ikkinchisi, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga birinchi qizni nikohlab berdi. U o'lib ketgandan keyin menga yana bir qizni nikohlab berdi. Üçüncüsü oldu. Dördüncüsü, ben bir nakşı okup bakmadım. Yaki yalganlı xiyalma qilib bakmadım. Yalgan sözlep bakmadım. Peygamber dostum, sevimlik Habibim, Peygamber aleyhissalatu vesselam'a beyat bergendim biri, koluyla beyat bergendim ki, 10 kolum bilen meniki cinsi azayimde tutup bakmadım. Mağu Resulullah kılınan bir hürmet. Yani ihtiram. Resulullah'ın kolunu tutkan bu kol bilen cinsi azayimni tutmayman deb o'zi tutmagan ekanda. Men musulmon bo'lgandan beri har bir jumada bir qul ozod qilib keldim. Agar men pulim bo'lmay yoki ozod qiladigan qul bo'lmagan vaqtida keyingi mezgillarda qazosini qilish orqali ozod qilib keldim. Men islomiyatdan burun ne islomiyat ichida zina fohishi qilib bakmadım. İslamiyatdan burun ne İslam'a kirgandan keyin o'g'illik qilmadim. Qur'oni Karimni Resulullah'ның zamanında topladım yoki Qur'oni Karimni Resulullah'ның zamanında şekilde topladım deb 10 xil o'zinki Allah subhanahu wa ta'ala'nın huzurida umid var bo'lgan bu güzel amallarni vasil şekilde saqlaganligini bu kishiga rivoyat qilib deb bergan ekan. Hamda Hazreti Osman'nınki ölümü İslam tarixidagi tunji fitna. Hamda Hazreti Ömer to'sigan darvoza bo'lsa, bu darvoza chaqilgandan keyin hamda
darvozadan otlaydiganga mush fitna Osman radhiyallohu anhuning vafoti, o'limi shu darvozadan kiradigan fitna bo'ldi islomiy Qur'onga. Osman radhiyallohu anhu tashriq, ya'ni haj oylaridagi oxirgi shu 3-kunlarning, ya'ni 2-chi, 3-chi kunlarda shu vaqtda o'ltirilgan, ya'ni haj vaqtlarida 35-yili o'ltirilganda vaqtda. Hatta ba'zilar Zulhijjaning 18-i Cuma kuni o'ltirilgan devchilarmi bor. Bu adam shu Baqiyaninki sirtidagi Kavkab degan Ansorininki bir beg'iga Shamil Xuftanning orlig'ida shanba kuni kechda dafn qilingan. Undaqda bu adam mushak dafn qilingan tunji kishi. Çarşambim deyilibdi, düşembim deyilibdi yoki Zulhijjadan 6 kun qolganda unda bo'lganda Zulhijjaning 24 mustaq qarashdi bor. Bu adam o'ltirilgan vaqtida 82 yoshga, ba'zilar 81 yosh debdi, ba'zilar 84, 86, 89, 88, 90 deguchilar bor. Lekin 82 degan qarash eng kuchli qarash. Ham Qatada degan kishiniki deyishcha, bu namozini Zubayr ibn Avvam o'qigan. Shu adam o'zi dafn qilgan. Chunki Zubayr ibn Avvamga vasiyat qildigan ekan. Hamda Ibn Sakir ibn Adila Anas ibn Malikninki hadisidan bir hadisni bayon qilibdi. Allohninki bir qilichi bor, g'ilipidan chiqmagan. Osmon hayotli bo'ldi ekan. Osmon o'ltirilgandan keyin bu qilich g'ilabdan chiqib qiyomatga kirmaydi deb. Lekin buni Umr ibn Fuayd degan bir ravi yegan alat rivoyat qilgan bo'lib, bu adam nayatlik munkar, yolg'on, qabul qilinmaydigan hadislarni rivoyat qilgan odam deb bu so'z rad qilingan ekan. Ammo Ibn Asakir Yazid ibn Abi Habibdan rivoyat qilinishicha, menga yetgan xabarda Osman radhiyallohu anhuninki qishig'a shu to'planchilik qilib, fitna qilib bağın şu toplancılarınki asas köpünçisi sarang olab qolgan oxirgi hayotida deydi. Bu yana bir rivoyatni başta güçlendirilgan Ali radhiyallohu anhu davrida. Asosan Osman radhiyallohu anhuning shu o'ltirishga qatnashgan, shu fitna qo'zg'allarning hammasi asosan shu sarang bo'lib, ig'ir o'lim bilan o'lgan. Hamda Huzayfada rivoyat qilinishicha, Huzayfa asosan shu fitna munosabatga hadislarni ko'p rivoyat qilgan kishi, sahoba. Fitnenin beşi Osman'ın öldürülüşüyle başlanıp fitnenin ahırı Deccal'ın çıkışı. Şu ahırı bu devirde yani şu iki aralıkta yani neçe bin yıl aralıkta hazır mesela 1500 yıl yakın vakitte yani fitnenin içinde yaşayıp geldi de emmimiz İslam dünyası. Allah'ın namıyla qasam ki Osman'ı öldürgen adamını bir dançilik yaxşı görgen adam eğer Deccal'ın zamanı kesse Deccal'ını erişip gidiyordu. Eğer Deccal'ın zamanını tapamay ölüp kesse kabir tutup Deccal'ı işinde dep bu sözüm rivayet kılınır. Hem de İbn Abbas radhiyallohu anhu'da rivayet kılınışça eğer halayık Osman'ınki qanını talep kılmay, şu qısasını talep kılmagan bolsa, bular Osman'dan taş yağdırılıp ketedi degen. Hem de bu arkalık Abdullah ibn Abbas mesela Muaviye, Ayşe, Talha, Zubayr qatarlıq bir türküm sahabeler Osman radhiyallohu anhu'nunki qanını qısasını talep qılıp çıqqan bular. Şu aralıqda ma'lum musulmonlar ikkiga bo'linib ketganda, demak bularniki bu ishni bu adam yo'lliq holatda ko'rsatyapti demda. Hasanda rivoyat qilingan bir ma'lumotda Osman radhiyallohu anhu o'ldirilgan vaqtida Ali radhiyallohu anhu o'ziniki bir beg'iga, bir yeriga ketib yo'q ekanda Madinada shu shahar ichida. Bu xabar yetgandan keyin gap duo qilib, "Ey Alloh, men bu ishdan qat'iy rozi emas. Hatto men bu ishga ko'nglimdan bir moyilligim yo'q. Men hatto bo'lishib boqqan emas." deb shundoq degan dedi. Imom Hakim Qays ibn Ubaddan rivoyat qilgan bir so'zda, ma'lumotda buni sahih deb bundoq dedi. Ali radhiyallohu anhu to'g'i vaqasi kunsi, Ali radhiyallohu anhuniki Iroqdagi bir to'g'i vaqasida mashhur vaqa bor. Shu kunsi degan bir gapni anglagan edim dedi. Ey Allah, ben sana Osman'nınki qinidan bezorman. Ben bundan pak, yani ben bundan hech qanday bir moyilliqim, men sababkorman emas. Osman o'ldirilgan kunsa men aqlimdan yo'qitib qo'ydim, aqlimdan ketdim. Ben Osman o'ldirilgan kunsa men mushtabak azoblanib ketdim deb o'zinga bu holatini bayon qilganligini anglagan ekan. Hatto o'zimni inkor qildim deydi.
men ular bayat qilish uchun kelibdi. Men dedim Allohning nomidan qasamki, Osmonni o'ltirgan odamlarga men bayat berishdan yoki bayat ilishdan men hayo qilaman. Bu Osmonni dafn qilmay turib, mening bir xalifa bo'lishimga va soyilishinglarni men Allohdan hayo qilaman degandan keyin ular qaytib ketishdi edi. Xalqning hammasi yana qaytib kelib bayat qilishni mendan so'radi deydi shu vaqtda. Men ko'p depiryapti atrofdagi kishilarga. Biz seni shu xalif qilamiz, emir qilamiz. Yani dedimki men ey Allah men mushu bayatdan bek ensirayma bek qo'rqaman. Ondan keyin yana shu keskin qarori bilan sen biz bayat qilamiz degan bu keskin qarorga kelgandan keyin shu vaqtda men bayat berdim, bayat oldim. Ular shu vaqt dediki ya Amiral Mu'minin yani xalifada shu vaqtda degan vaqtda ben o şu kalbim puçulunub ketdi deydi. Bir xilliqi tikellişip degandekda. Dedim ben ey Allah meniki yaxshi amallarim bo'lsa Osmonga bir apaysan, bir razı olib kesgan bo'lsa Osmon razı bo'lgan qadar apaysan deb shunaq degan deydi. Demak bu yerda Ali roziyallohu anhu shu Osmonniki vafotidan, qatlidan ne kadar bak azaplanganligi chiqib turdi bundan. İbn Asakir hem de Ebi Haldatul Hanefi degan kishidan chiqargan yana bir ma'lumotda bu kishi deydi Ali roziyallohu anhuning mundaq deganligini anglagan edi. Bani Umayya hem de Umayyi cemaati keyingi mezgillarda shu Ali roziyallohu anhuga bir qism tuhmatlarni to'qigan bo'lar. Men Osmonni men o'ltirdim deb ayta deyishdi, o'ylashdi, gumon qilishdi ular dedi. Yegani Alloh bilan qasamki, men Osmonni ne o'tirib boqmadim, ne Osmanlı o'tgan kishiga bir moyil bo'lishib boqmadim. Lekin men ularni cheklagan bo'lsam-mu, lekin ular mening so'zimga qarshi chiqdi deb shunday deganlar. Endi Samura degan sahoba bo'lsa mumkin. Samura ismli bir sahoba bor. Bu kishi deydi, islom nihoyat kuchli bir qo'rg'onning ichida edi deydi. Saqlanayotgan. Ular islomda bir puchuq hosil qildi-da, Osmonni o'ltirish orqali bir puchuq hosil oldi-da. Bu puchuq hamda qiyomat kuchi to'solmaydi, itilmaydi hamda. Endi Madina ahlida xilofat mavjud edi, xilofat. Madina hamda islom dunyosining shu vaqtdagi siyosiy markaz edi. Hamda bu xilofatni chiqarib o'tgandan keyin menga bu yerga xilofat kelmaydi deb shunday degan. Degandek shunday bo'ldi. Ali roziyallohu anhu toj ketgandan keyin, ko'pib ketgandan keyin mesela Irak'ta xilafetning merkezi bo'ldi. Ali roziyallohu anhu o'lib ketgandan keyin Damashq xilafetning merkezi bo'ldi. Umayyalardan keyin Abbasiylar Bag'dod xilafetning merkezi bo'ldi. Undan keyin Misr bir mezgil o qo'chaqroq bo'ldi hamda. Undan keyin hamda Turkiya, İstanbul. Demak, uni Madinaga hech qanday xilofat tuzilmasi qaytib kelmadi hamda. Tövende hem de Muhammed ibn Sirin'de rivayet kılınan bir azlıqı, işençsizrek bo'lgan bir söz rivayet kılınıptı. Şunaq bolsunmu deydi. Muhammed ibn Sirin deydi o. Urushlarda qaşlıq atlar yoki qo'shinlar ziyon tortmagan deydi, yo'qotilmagan, Osmon o'ltirilgan qadar. Mushu osmondagi oyninki 1-oymi yoki 2-oymi yoki oyning 15-14 degandek ixtilof bo'lib boqmagan, Osmon o'ltirilgan qadar deydi. Osmondaki bu boşluktaki bu qizillik şu ko'rilmaydi. Şu Hüseyin öldürülgəndəki anda ko'rilgəndədə. Bu evvallah bu osmon cisimlerdeki bu vaqaliklar bir adamın ölümü ilə, vafatı ilə, tug'ilishi ilə hech qanday munosabatsiz. Şuna bu söz e'tibor qilinmaydi. Ama Abdurrazzaq o'zining Musannif nomli kitobida Hamid ibn Hilaldan rivoyat qilib degan bir so'zda u kishi bunday deydi. Abdullah ibn Salam'a hem de bu Yahudilarniki en katta alimlerden Peygamberimiz Medine'ye kelib boğucu Müslüman boğan adil, insaflık alimlerinin biri Yahudilarniki. Bu adam hem ki Osman roziyallohu anhu'ni qo'rshivag'an yerga kirib, shu qo'rshigan qo'zg'olonchilarni qishiga kirib, davomli sal qilib deydi ekanda, uni o'ltirib etmanglar. Allohning nomi bilan qasamki, Osman o'ltirgan adam qo'li yo'q, Allohga meta cho'loq holatda Allohga chiqishdi. Bu Allohningki qilichi davomli o'z g'alabida bo'ladi dedi. Sizlar Allohning nomi bilan qasamki, agar uni o'ltirib qolsanglar,
Allah Taala bu kılıçni g'ilobdan sug'urib, mengu bu g'ilpiga kirmaydi. Bu fitnadan bo'lgan bir bishorat bo'lsa kerak. Hech qanday bir payg'ambar o'ltirilmaydi, navoda o'ltirilib qolsa, shu payg'ambarning sababidan 70 ming odam qatl qilingan deydi. Bu amdalik muqarrar son emas, lekin ko'p odamlar shu o'ltirilishga sabab bo'lganda, agar bir xalifa o'ltirilsa, shu sonninki yerim o'ltirildi, ya'ni 35 ming odam o'ltirildi deb banda rivoyatmi degan deydi. Chunki shu bir gap bir yer kirishdan burun, ittifoqlik kirishdan burun shunday odam o'ltirildi degan. Balkim bu odam ayni vaqtida hamda shu Tavratlar o'zgarmagan holatlarda Tavratdan o'qigan ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Chunki Rasulullohning sahobalarining hayoti, payg'ambarimizning sifatlari Tavratdan oyatda inchga holatda bayon qilingan. Demismi ma'suzini isbotlaydigan reallik Osman radhiyallohu anhu qatl qilingandan keyin nurg'un odamlar qatl qilindi. Mesela Cemal vaqasida, Saffan vaqasida, Muaviya va Alining orasidagi urushda necha ming odam o'lib ketdi. Mush songa yetadigan odamlar o'lib ketdi islom dunyosida. Sakir Abdurrahman ibn Mahdi'dan rivoyat qilgan bir ma'lumotda Osmonniki ikki xislat bor deydi. Bu xislat Abu Bakrlar Umarda yo'q xislat. Endi ba'zi sahobalar umum jihatda mesela ulug' bo'lsa, lekin bir qism o'zining tuvan sahobalarda bor xislat u sahobalarda bo'lmagan bir xislat bo'lgan. Mesela Xolid ibn Valid Allohning qilichi. Bu xislat Abu Bakrlar Umarda yo'q mesela. Shuna o'xshash bir xislat va sahobalar bo'lgan. Osmonmi shundoq. Birinchidan bu xislat Osman radhiyallohu anhu o'ldirilgan qadar sabr qildi. O'zining kuchi bor, askari bor, qo'shini bor, qo'g'daydigan odamlar bor. Shunday bo'lishiga qaramay bu odam sabr qildi-da shu yerda. Yana birisi bu odam shu kishilarning hammasini bir Qur'onga to'pladi. Hozir masalan biz o'qiyotgan Qur'oni Karim Hazrat Osman radhiyallohu anhu yozib bergan xat shaklidagi shu harf shaklidagi shakl. Asl Qur'oni Karim 7 xil mashhur rivoyatda 7 xil rivoyat nimada lahjada tushganda ba'zi o'xshamaydigan lahjalar bor ba'zi qabilalarniki. Buning hammasini bekor qilib, Qurayshning lahjasini asos qilib turib, shu bir shaklni asos qilib kishilarni shu Qur'onga jamlagan, to'plagan bir odam. Bu cho'ng bir ortiqchilik hamda. İmam Hakim Şa'bi degan olimda rivoyat qilinsa, Şa'bi bundoq deydi. Osman radhiyallohu anhuga marsiya o'qigan eng yaxshi marsiya Ka'b ibn Malikning tuvandagi so'zi deydi. Bu marsiyaniki mazmunida u odam shunday debdi Ka'b ibn Malik. Hazrat Osman ishkini taqilib odamni o'ldirmay Allah'ın g'afil emasligiga ishonch qilgan holatda uyda turib oldi. Hatto uydagi qo'g'dayotgan odamlarga ularni o'ldirmanglar, urush qilmagan odamlarni kishilardan Alloh rozi bo'lsin deb, hatto qo'g'dimoqchi bo'lgan kishilarni qon to'kishdan chekladi deydi. Musulmonlar birlashib ittifoqlik bo'lgandan keyin qarmadimi Alloh taolo ularning ustiga shu fitna, ig'vo, adovatni qanchalik holatda to'kib etganligini, taqib etganligini sen ko'rmadingmi? Qaramamsa, xuddi shu qattiq bo'ron chiqqandan keyin hamma narsa yo'qolib ketganga o'xshash bir kishilardami shu yaxshilik yo'qolib ketdi. Ya'ni shu qattiq shamol chiqqan vaqtida ba'zi narsalarni supurib ketganga o'xshash kishilardami mush avvaldan keyin yaxshilik yo'qolib ketdi deb mush marsiyani o'qib Hazrat Osman radhiyallohu anhuniki bir qism shu davrdagi islom dunyosini chang tutib turayotgan siyosiy markazlik taraflarini maqtagan deydi. Sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi